Bir oyda elektr energiya uchun ishlatgan iste'molingiz uchun mana bunaqa qog'ozlar keladi tashkilotlarga. Eng kami 50 milliondan 500 milliongacha oyiga to'laydigan klientlarimiz bor. Haligacha quyosh paneli o'rnatmagan. Shu pulni havoga to'lagan bilan bir xil bo'lib turibdi. Shu narsani yechimi o'zingizga on-grid sistema qo'ydiring. 100 kilovat, 500 kilovat, 1 megavat. O'sha qancha rasxod qilsangiz, o'sha narsaga fotoelektrostansiyaga o'sha pul o'zingizga qoladi, o'zingizga qaytib keladi. Biz bunga kafolat beramiz. Birinchi o'rinda siz davlatga ortiqcha to'lovdan qutulasiz. Ikkinchi o'rinda bu narsa 15 yil, 20 yil, 30 yil ishlashini hisobiga siz elektr energiyasi bo'yicha erkinlikka erishasiz. Agar sizda ham korxonangizda shunaqa xarajatlar ko'payib, oyiga 50 milliondan 500 milliongacha davlatga to'layotgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Hisob kitobini qilib beramiz, loyihasini qilib beramiz, sizga yaxshi taklif beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi havola orqali ism familiyangizni qoldiring, telefon raqamingizni qoldiring, biz aloqaga chiqamiz.